Men hozir sizlarga ko'rsatadigan kvartira bemalol 2-3 ta oilani ham bag'riga sig'dirib yuboradigan kvartira hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, bu bitta xonamiz. To'rt xonali kvartira bo'ladi. Bu yoqda balkoni bor. Eslatib o'taman, uyimiz g'ishtli uy, 5 etajli domda 4-etajda joylashgan, o'rta qatordagi uy hisoblanadi. Xo'p, bu yoqdan chiqqanimizda yana bitta xonasi bor. Bu ikkinchi xonasi bo'ladi. Bu yoqda ham yana bitta balkoni bor. Balkonli uy so'raydiganlar uchun juda ham ajoyib variant bo'ladi. Kirib kelish eshiklarimiz mana shu yerda. Kirganimizda bu yoqda chap tomonda sanuzel hojatxonalari bittalik qilib yuborilgan ekan. Bu eshikni yopib qo'yishgan ekan. Xo'p, bu oshxonamiz. O'zlaringizni didlaringizga qarab chiroyli qilib remont qilib olsanglar, lekin uyimiz juda ham ajoyib bo'lgan uy. Bu yoq esa 3-xonamiz. Isitish atapleniyalari o'tgan, isitish radiatorlarini qo'ysanglar, uyimiz qishda issiqqina bo'ladi. Bu yoqda qo'shimchasiga kladovkalar ham bor ekan. Kompotlarni qo'yib, qishda ochib bemalol ichsanglar bo'ladi. Bu 4-xonamiz o'zi. Uyimiz manzili Paxtazorda joylashgan, Karp balig'ining orqa tarafidagi dom hisoblanadi. Narxi 450 million so'm. Juda ham ajoyib narxda, chunki bu g'ishtli uy hisoblanadi. Yana bu eng oxirgi etaj emas, 5 etajli domda 4-etaji hisoblanadi. Pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol telefon qilib savdolashib kelaverasizlar.